Bugun akili ko'pchilik blogerlar maqtayotgan Parkentdagi asl beshbarmog'iga boramiz. Narxini arzon deyishyapti, ko'ramiz qanaqa ekan. Adirlarni kezi Parkentdagi Bo'ston qishlog'ida joylashgan asl beshbarmoqqa keldik. Katta joy ekan, o'tiradigan joylari ham ko'p ekan. Biz sekingina o'tovga kirib joylashib oldik. Yosh bolalarga o'ynaydigan joy ham bor ekan. Shotga kira olmadim. Qaranglar akalar, narxini aytaman. Xamir 20 ming, shu bitta laganda turishi. Go'sht ham 20 ming, 100 gram bo'lar ekan. Kemami bir parra qazi ham 20 ming. Shunda jami bir porsiya beshbarmoq 60 ming bo'ldi. Endi xohishingizga qarab go'shtdan yana sotib olsangiz bo'ladi. Go'shtni mazasi yaxshi, yomon emas, o'zligi boqadigan toylardan qilishar ekan. Lekin akalar xamir har qatda zo'r ekan. Menga ko'proq xamiri yoqdi. Shashlikni qiymasi yaxshi ekan. Jaz endi beshbarmoqdan keyin unchalik ketmadi. Aytgancha bu yerda tirik baliq ham bor ekan. Narx nech pul edi kilosi? Bunaqa ovqatlarni ketidan bitta qimiz ichorish kerak, nima dedinglar? Aniq manzilli asl beshbarmoq Instagram sahifasiga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Bo'pti akalar, joningiz sog' bo'lsin. Xudo hammamizning ishimizni rivojini berur. Bugun akili ko'pchilik blogerlar maqtayotgan Parkentdagi asl beshbarmog'iga boramiz. Narxini arzon deyishyapti, ko'ramiz qanaqa ekan. Adirlarni kezi Parkentdagi Bo'ston qishlog'ida joylashgan asl beshbarmoqqa keldik. Katta joy ekan, o'tiradigan joylari ham ko'p ekan. Biz sekingina o'tovga kirib joylashib oldik. Yosh bolalarga o'ynaydigan joy ham bor ekan. Shotga kira olmadim. Qaranglar akalar, narxini aytaman. Xamir 20 ming, shu bitta laganda turishi. Go'sht ham 20 ming, 100 gram bo'lar ekan. Kemami bir parra qazi ham 20 ming. Shunda jami bir porsiya beshbarmoq 60 ming bo'ldi. Endi xohishingizga qarab go'shtdan yana sotib olsangiz bo'ladi. Go'shtni mazasi yaxshi, yomon emas, o'zligi boqadigan toylardan qilishar ekan. Lekin akalar xamir har qatda zo'r ekan. Menga ko'proq xamiri yoqdi. Shashlikni qiymasi yaxshi ekan. Jaz endi beshbarmoqdan keyin unchalik ketmadi. Aytgancha bu yerda tirik baliq ham bor ekan. Narx nech pul edi kilosi? Bunaqa ovqatlarni ketidan bitta qimiz ichorish kerak, nima dedinglar? Aniq manzilli asl beshbarmoq Instagram sahifasiga o'tib ko'rsangiz bo'ladi.